Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimizga xush kelibsizlar. Bugungi darsimizda qanaqa qilib fayllarni yuklab olish va post metodi bilan kelgan ma'lumotlarni qanaqa qilib saqlab olishlikni ko'ramiz. Xo'p, endi avval boshida biz Apache'mizga start berib olamiz, serverimizga ishga tushirib olamiz. Portlashga tushdi, bu ham yashil bo'ldi. Xo'p, endi biz Visual Studio kodimizni ochib kodlarni yozishni boshlasak ham bo'ladi. Xo'p, endi birinchi o'rinda biz bitta PHP fayl qilamiz. Bu PHP faylimizni nomi upload bo'ladi. Upload PHP deymiz. Ya'ni upload degani yuklash. Upload PHP, mana shu upload PHP ga biz ma'lumotlarni jo'natib yuklab olishligini ko'ramiz. Hop, boshlang'ich PHP kodini yozib olamiz. Undan keyin esa sinov uchun bitta echo deb turib, undan keyin esa yes degan bitta so'zni qaytaramiz. Va endi mana shu faylimizga bitta request ochib ishlatib ko'ramiz. Boshqa requestimizni silkasini olamiz va yangi request ochamiz. Bu requestimizga tashlab bu yerga upload deymiz. Upload PHP. Hop, bu yerga endi biz get metodida emas, post metodi bilan ma'lumot jo'natamiz. Buni yo'qib turamiz. Hop, post bilan jo'natamiz va bodyga o'tib, undan keyin esa forumga boramiz. Forumda bitta hozircha ma'lumot kiritmaymiz, shunchaki mana bu faylimizga kelyaptimi yo'qmi shuni tekshirib olamiz xolos. Hop, sendni bosdim. Ko'ryapsizlar, mana yes degan bizda bitta ma'lumotimiz qaytdi. Demak, ulanishlikni uddaladik. Xo'p, endi esa endiga qiladigan ishimiz biz post metod jo'natamiz. Mana shu post metod jo'natishlikdan oldin bu faylga kimlar zapros jo'nata oladi shuni belgilab olamiz, aniqlab. Bu faylimizga faqatgina ma'lumotlarni avtorizatsiyadan o'tgan, ya'ni tizimga kirgan foydalanuvchilargina ma'lumot jo'nata oladi xolos. O'shaning uchun birinchi o'rinda biz tizimga kirgan yoki yo'qligini tekshirishimiz kerak. Uning uchun mana bu yerda bizda helpers degan faylimiz bor edi. Helpers, mana shuni ichidan biz check loginni chaqirishimiz kerak. Xo'p, check login birinchi avval uni chaqirib olishimiz kerak, require qilib. helpers.php Hop, helpersimizni chaqirib oldik. Undan keyin esa mana bu loginimizni chaqirib ishlatib olsak ham bo'ladi. Endi bu yerda nima javob qaytaradi? Buyumimiz success yoki logged out degan javob qaytarar ekan. Shuni tekshiramiz endi if bilan. Agar check logindan qaytgan ma'lumot successga teng bo'lsa, keyin bu yerda nimadir ishlarni bajaramiz, fayllarni yuklab olishni. Agar yo'q bo'lsa, ya'ni successga teng bo'lmasa, nima qilamiz? Successga teng bo'lmasa, echo yoki bo'lmasam die qilsak ham bo'ladi. Chunki agar tizimga kirilmagan bo'lsa, boshqa hech qanday kod bajarishlikni hojati yo'q. Tizimga kirmagansiz deymiz. Hop, endi mana bu joyimizda endi jo'natib ko'ramiz. Echo deb tekshirishlik uchun yesmiz. Hop, yes deylik. Tekshirishlik uchun jo'natdik. Tizimga kirmagansiz deyapti. Hop, tizimga kirib olamiz unda. Hop, loginimizga o'tamiz va mana bu fayllarimizni boshqatdan jo'natamiz. Tizimga muvaffaqiyatli kirdingiz. Okey.
Hop, endi esa mana bu uploadga boshqatdan jo'natamiz. Send yes 2. Mana. Hop, tizimga kirdik. Tizimga kirmaganligimiz uchun mana buni jo'natgan edi boya. Hop, endi esa tizimga kirdik. Endi keyingi qiladigan ishimiz bu jo'natilayotgan zapros get yoki postligini tekshirishimiz kerak. Chunki biz bu yerda faqat post metodli ma'lumotlarni qabul bilan ishlaymiz xolos. Post metodi bilan ishlaymiz xolos. Shuning uchun yana bir martalab if yozaman bu yerga va dollar server deyman. Dollar server, uni ichidan esa request method deyman. Request metodimiz agar teng bo'lsa postga, o'shandagina jo'natilgan ma'lumotlarni qayta ishlaymiz. Agar unaqa bo'lmasa die deb yuboramiz. Bundan keyin hech qanday kod ishlash hojati yo'q. Metod post emas. Keyin shuni tekshirishlik uchun mana bu yerga get qilib jo'natib ko'ramiz. Metod post emas. Endi post qilib jo'natamiz. Tekshirishlik uchun mana bu yerga bu narsani javob qaytarib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Post deylik. Boshqatdan jo'natamiz. Helpers yopib turaman. Jo'natdim. Post degan yozuv chiqdi mana. Xo'p, endi agar bizda hammasi post metod bilan ma'lumotni jo'nagan bo'lsa, endi ularni qayta ishlaymiz. Birinchisi title dedim. Ya'ni sarlavha bu. Yoki bo'lmasam bugungi mavzu degan bitta title qildik. Undan keyin esa info deymiz. Ya'ni har bitta jo'natayotgan ma'lumotlarimizga biz kalit belgilashimiz kerak. Mana o'sha kalitlar. Hop, infoga hop va tafsil ma'lumot. Endi uzundan-uzun tekst yozishimga hojat yo'q. Tafsil ma'lumot nuqta. Hop, keyingisi esa rasm. Hop, rasm mana bunga bitta qo'ysak, mana bu yerga rasm tanlaydigan joy chiqadi va shuni bosib bitta fayl tanlab olamiz. Hop, mana bu kabob tanlayman. Bitta rasm bor. Agar sizlarda ham rasm bo'lsa, o'shani tanlaysizlar. Rasmni tanladim. Hop, tanlab bo'lgandan keyin endi uni jo'nataman. Jo'natdim. Postiga narsa keldi. Qaytdi. Endi hop, buni saqlamagan ekanmiz. Boshqatdan jo'natib ko'ramiz. Hech narsa kelmadi. Hop, endi mana shu ma'lumotlarni kelayotgan yoki yo'qligini tekshirishlik uchun eko qilib birma-bir tekshirib ko'rsak bo'ladi. Post metodda ichidan, post ma'lumotda ichidan, zaprosni ichidan biz birinchi title ni tekshirib ko'ramiz, eko qilib. Hop, jo'natdik. Mana biz jo'natgan ma'lumotni qaytardi. To'g'ri ekan. Endi esa infoni tekshirib ko'ramiz. Batafsil ma'lumot qaytdi. Endi esa fayl tekshirib ko'ramiz. Faylni endi qanaqa tekshiramiz? Uni nomini chiqarib ko'ramiz. $files degan array ichidan olamiz u fayllarni, jo'natilgan fayllarni va buni ichiga faylning nomini yozaman, ya'ni kalitini. Kaliti nima edi? Kaliti bermagan ekanmiz kalitini berishimiz kerak. Rasm deylik, masalan. Hop, bu yerga rasm deyman. Undan keyin esa name deyman. Ya'ni name bu rasmni nomini bizga qaytaradi. Echo saqladik va jo'natamiz. Ko'ryapsiz, mana kabob.php. Ya'ni faylimiz ham jo'nab boribdi. Hop, endi keyingi qiladigan ishimiz mana bu yerga biz dollar title deymiz, teng bo'ladi postni ichidan title'ga o'zgaruvchiga tenglashtirib olyapman, ishlash qulay bo'lishligi uchun. Info teng bo'ladi postni ichidan infoga. Keyingisi esa file deymiz, u teng bo'ladi nimaga? Faylisi ichidan
files ichidan bizga nomini o'zini olmaymiz, balki faylni o'zini olishimiz kerak. Shuning uchun rasmni o'zini yozaman. Xo'p, bo'ldi. Buni endi o'chirib qo'yaman. Xo'p, endi hammasini bitta o'zgaruvchiga tenglashtirib bo'ldik. Keyingi qiladigan ishimiz bu mana bu info bilan title'ni bitta fayl ochib, mana shu faylni ichiga saqlab borishligimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bitta fayl ochaman, ya'ni txt fayl bo'ladi u. Posts deylik, ya'ni maqolalar.txt. Mana shu fayl ichiga mana shu jo'natilayotgan maqolalarni nomini, sarlavhasini hamda faylning nomini saqlab ketib turamiz. Xo'p, bo'ldi. Endi esa biz faylni ochishimiz kerak. $file. Mana buni boshqacha nom bilan nomlab olishligimiz kerak. Xo'p, endi bu yerda fayl bilan bu fayl nomi ikki xil bo'lib qolibdi. Buni rasm deylik. Rasm deb nomlaymiz. Buni esa fayl deymiz. Xo'p, endi file red file open funksiyamizning nomi biroz esdan chiqibdi. Hozir bu yerda qaysidir mana shu yerda bo'ladi, yo'q bu yerda emas. Helpers ichida edi. Helpers ichida bizda fayl bilan ishlash bo'ladi. Mana fopen. Hop, mana shuni olishimiz kerak. Bizga read emas, balki append qilish kerak edi. Ya'ni yangi kiritish kerak edi. Hop, kiritishlik uchun esa mana bundan foydalanamiz. Hop, endi fayl 2 dedik, yoki buni fayl deb olsak ham bo'ladi. Hop, fopen dedik. Bu yerga endi users emas, posts deymiz. Chunki bu yerga maqolalar joylanadi. Qildik, append, ya'ni ichiga kiritishimiz kerak biz. Hop, file open, fopen. Mana bu faylni ochdik, ichiga ma'lumot kiritamiz deb ochdik. Undan keyin esa bu fayl 2 emas, fayl deymiz. Hop, endi uni ichiga biz title, infoni joylashimiz kerak. Bu yerga kalit beramiz. Title teng bo'ladi $title ga. Info esa $info ga teng bo'ladi va undan keyin esa foto deymiz. Fotoni nomini yozamiz. Hop, fotoni nomini yozishlikdan oldin esa u fotoyimizni nomini qaysi papkada joylashganligini aniqlashtirib olishimiz kerak. Hop, bundan bu yog'idagilar endi bizga kerak emas, yoki bo'lmasam kerak desak ham bo'ladi. Hop, bu yerga user id deymiz. Buni nimaga kerakligini birozdan keyin tushuntiraman. Hop, bu hozircha bo'sh bo'lib tura qolsin. Hop, endi mana bu rasmni to'g'ridan to'g'ri bu yerga foto deb tashlab ketib bo'lmaydi, balki u rasmni biz oldin mana bu joyga bitta papka ochamiz. Mana shu papkaning ichiga bu jo'natilgan rasmni avval yuklab olishligimiz kerak bo'ladi. Ana undan keyin esa nomini olib, qaysi papkada joylashganligini olib, keyin uni mana bu yerga tashlaymiz.
Xo'p, endi bizga birinchi mana bu rasmni nomini olishimiz kerak. Xo'p, rasmni nomini olishligi uchun $filesga yozamiz. Xo'p, rasm. Xo'p, uni ichidan esa name deymiz. Name. Bu jo'natilgan rasmning nomini qaytaradi. Xo'p, name deylik. Image name. Xo'p, nomini qaytaradi. Endi esa biz uni formatini qilib bilishimiz kerak. Ya'ni u qanaqangi formatda yoki bo'lmasam formatini mayli hozircha qo'yib turamiz. Biz mana shu rasmni yuklab olishligimiz kerak. Jo'natilgan rasmni mana bu yerda papka ochib, ana shu papka ichiga joylab qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Hop, images deymiz. Mana shu images papkani ichiga ichi bo'sh. Mana shu papka ichiga joylaymiz mana shu jo'natilgan rasmlarni hammasini bitta-bitta. Xo'p, endi keyingi ko'radigan narsamiz bu yerda. Hop, move uploaded file deymiz. Ya'ni move degani bu ko'chirish, uploaded degani jo'natilgan, ya'ni bizga jo'natilgan rasm fayl. Ya'ni bizga jo'natilgan faylni biz ko'chirishimiz kerak, ya'ni mana bu papka ichiga ko'chirib qo'yishimiz kerak. Xo'p, endi bu yerga biz bir nechta parametr beriladi bu yerga. Mana shu parametrlarni hozir ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchisi file name ekan. Ya'ni faylimizni o'zi ekan. Bunga nima deymiz? $files ichidan rasm deymiz va uni ichidan tmp name deymiz. tmp degani bu temporary degani bu vaqtinchalik degani. Vaqtinchalik nomini olamiz, temporary name'ini olamiz va undan keyin esa biz vaqtinchalik saqlanib turgan joyidan qayerga ko'chirishimiz kerak. Ya'ni mana bu yerga ko'chiramiz. Images degan papkamiz bor. Mana shu papkamizni ichiga ko'rsatishligimiz kerak bo'ladi. Hop. Biroz boshqacha edi adashmasam. Hop. Bu yerga birinchi nomini qo'yamiz, ya'ni rasmni qo'yamiz. Bu rasmimiz emas, image name qo'yamiz. Undan oldin esa upload emas, images degan papkamizni yozamiz. Undan keyin esa slash qo'yib nomini yozamiz. Ya'ni rasmimizning nomini, jo'natilgan rasmning nomi. Jo'natilgan rasmning nomi image name bo'ladi. Hop, endi esa undan keyin faylimizni qo'yamiz bu yerga. Files. Uning ichidan temp rasm deymiz va bu yerga temporary name. Ya'ni vaqtinchalik xotiradan mana bu papkaga o'tkazamiz. Xo'p, endi o'tkazib bo'lgandan keyin mana shu manzilni
Hop, mana shu papkani ichidan mana bunaqangi nom bilan joylashadi. Va xuddi mana shunaqangi manzilni endi biz mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Fotoga mana shuni qo'yamiz. $foto teng bo'ladi bunga. Buni sal yuqoriga qo'yib, keyin bu fotoni mana bu yerga qo'ysak ham bo'ladi. Mana bu yerga. Foto. Ya'ni mana bu manzilga mana shu nom bilan mana bu vaqtinchalik xotiradagi rasmni ko'chirib qo'yamiz. Hop, bundan keyin esa bu yerga foto deymiz, ya'ni mana bu manzilni yozamiz. Hop, keyin esa bo'ldi. Endi jo'natib ko'ramiz. Hop, bitta fayl tanlaganmiz. Bugungi mavzu bor, batafsil ma'lumot bor. Hop, jo'natamiz. Hech qanaqangi javob qaytgani yo'q. Hozir tekshiramiz. Hop, mana buni ochamiz va mana bu images faylimiz ichini qaraymiz. Images faylimiz ichida hech narsa chiqqanicha yo'q. Hop, demak bizda hozir yuklangani yo'q. Hop, images papkani ichidan mana bunaqangi nom bilan yuklagin degan edik, lekin yuklanganicha yo'q. Hop, endi mana bu postimiz ichini ochamiz. Postimiz ichida esa biz jo'natgan tekstlar уже saqlanib bo'ldi. Title mana info bunga, foto esa images kabob jpg. Yuzuradi hozircha bo'lmoq. Hop, tekstlarimiz saqlanyapti, lekin faylimiz o'zi mana bu papkani ichiga joylashayotganicha yo'q. Hop. Endi mana shuni hozir tekshirib ko'ramiz. Photo, image name. Hop, o'rnini almashtirib ko'ramiz. Boshqatdan jo'natamiz. Send. Hech qanaqa javob qaytgani yo'q. Hop, mana bu faylimizni ichini ochib ko'ramiz. Endi tushdi. Ko'rasizlar, mana images papkamiz ichiga kabob.jpg mana bu yerdan jo'natgan faylimiz mana bu papkamiz ichiga tushdi. Xo'p, endi bu papkani ichiga joylashlikdan oldin ko'ryapsizlar, bir xil nomli rasmlar agar takrorlanadigan bo'lsa, o'rniga avvalgi shu nomdagi rasm o'chib ketib, o'rniga boshqa rasm qo'yilishini ehtimolini olishlik uchun bu yerdagi jo'natilgan rasm o'zini nomi bilan saqlamaymiz bu yerga, balki unikalniy, ya'ni hech qaysi birisida qaytarilmaydigan unikalniy nom beramiz. O'shanda har bitta bu yerga joylanayotgan rasmlar nomi bir-biriniki bilan bir xil bo'lmaydi o'shanda. Hop, buning uchun mana bunga boramiz va hop, mana bu image name o'rniga biz time deyman. Time'ni hozir sizlar bilan ko'ramiz qanaqangi narsa qaytarishini. Hop, mana bu yerga time'ni qaytaramizda, o'rniga echo qilamiz va bu yerdan return qo'yamiz. Chunki keyingi qatorlar ishga tushishligi shart emas, shunchaki biz time nimaligini ko'rib olishlik uchun. Ko'ryapsizlar, mana bir necha belgidan iborat sonlar. Har safar chaqirilganda har xil nomlar chiqadi. Har xil belgilar chiqadi. Hop, endi mana shu nomdan foydalanib, time'dan foydalanib biz nom o'ylab topamiz.
bunga qo'shamiz nuqtani. Hop, images papkani ichiga nechadir son, undan keyin esa son yoniga nuqta qo'yamiz. Uni yoniga esa nima qo'yamiz? Uni yoniga mana shu jo'natilgan faylni formatini qo'yishimiz kerak. Ya'ni u yerdan biz har xil formatdagi rasm jo'natgan bo'lishimiz mumkin, JPG, PNG yoki boshqa. Shuning uchun jo'natilgan rasmni extensionini, ya'ni formatini olishlik uchun mana bu yerga yozamiz. Hop, pass info deymiz. Pass info va pass infoga biz bir nechta funksiyaga parametr beramiz. Xo'sh, birinchisi faylni nomini beramiz, ya'ni mana bu image name ni beramiz. Image name. Undan keyin esa ikkinchi parametrga pass info pastda chiziqcha extension deymiz. Path info extension. Mana shu funksiyamiz bizga mana bu faylni formatini olib chiqib beradi. Hop. Buni bu yerda tekshirib olsak ham bo'ladi. Teparoqda. Hop, echo path info extension. Undan keyingi kodlashga tushishligi shart emas hozircha. Hop, endi mana bu image name bu yoqda mavjud emas. Shuning uchun image name o'rniga biz $files name deymiz. Bo'ldi, endi ishga tushirib ko'ramiz. Okay, JPG deyapti mana. Ya'ni har bitta jo'natgan faylimizning formatini olib beryapti. Hop, endi bu narsani biz o'chirib turamiz va mana bu yerda path info extension ni qo'yamiz. Path info extension bizga PHP, JPG yoki bo'lmasam PNG formatlarini qaytarib beradi. Ya'ni images papka ichiga nechadir son degan nom berdik faylimizga va undan keyin nuqta JPG yoki PNG degan nom bilan saqlansin dedik. Okey, endi esa keyingi qiladigan ishimiz hop, send deb bosamiz. Hech qanaqa javob qaytgani yo'q. Endi mana bu images papkamiz ichini ochadigan bo'lsak, mana nechadir sonli yangi bitta JPG faylimiz saqlandi. Hop, endi postimiz ichini ochamiz. Ko'ryapsizlar, foto images ichidan nimadir JPG ga teng bo'ladi. Hamma ma'lumotlarimiz saqlanyapti. Endi esa sizlar bilan mana bu user ID haqida gaplashamiz. Bu yerda user ID kerak bo'ladi. Nima uchun? Bu post.txt faylda ichida bitta bizni maqolalarimiz, ya'ni bir kishi ma'lum maqolalari joylanmaydi. Bir nechta foydalanuvchi maqola saqlaydigan bo'lsa, hamma foydalanuvchilarning maqolasi mana shu faylda ichida joylashadi. Shuning uchun qaysi maqola qaysi foydalanuvchiga tegishli ekanligini mana shu user ID orqali ajratib olamiz. Xo'p, endi user ID orqali ajratib olamiz. Bizda hozircha ID ni qayerdan olamiz? Buni biz loginga borgan paytimizda olishimiz mumkin. Logindan qanaqa qilib ID ni olamiz, hozir ko'ramiz. Loginga borgan paytimizda biz sessionga ma'lumot saqlayapmiz. Login yes deyapmiz va mana shu session ichiga boshqa ma'lumot kiritishga ham bo'ladi. Va u ma'lumotni biz mana shu foydalanuvchini ID'sini, ya'ni tartib raqamini ham session ichiga qo'yib ketamiz. U tartib raqamini qayerdan olamiz? Hop,
check user exist ichiga biz id beradigan bitta funksiya ham qilishligimiz kerak ekan. Helpers ochamiz. Check user exist. Hop, endi biz bu yerda har bitta qatorni olayotgan paytimizda o'sha qator nechanchi qatorligini bilib olamiz va ana shu qatorning nomi bilan o'sha foydalanuvchini id sini belgilaymiz. Hop, endi bu yerda qatorlarni bilishlik uchun mana bu yerga bitta o'zgaruvchi ochamiz. $id deymiz. U $id emas, index deymiz. Teng bo'ladi boshida 0 ga. Va har safar mana faylimiz ishga tushgan paytda uni bitta oshirib ketamiz. Index ++ deymiz. ++ degani mana shu o'zgaruvchi bittaga ko'tariladi degani. Ya'ni unga 1 qo'shiladi. Misol uchun indeksimiz 0 bo'lsa, fayl 1 marta ishga tushsa bu 1 ga ko'tariladi. Ikkinchi marta ishga tushganda bu 2 ga aylanadi, uchinchi marta ishga tushganda bu 3 ga aylanadi. Va hokazo. Hop, endi oxiri bizga nima qilishligimiz kerak? Biz oxiri mana shu indeksni qaytarib yuborishligimiz kerak. Mana bu yerda. Bu joyda qanaqa qilib qaytaramiz? Hozir ko'ramiz. Xo'p, endi mana bu yerga yana bitta parametr beramiz. Check user exist ga helpersimiz check mail, check login. Hop, mana shu yerda qilar ekanmiz. Biz bu yerda bitta yana ma'lumot jo'natib yuboramiz. Check user exist funksiyamizga. Birinchisi email, ikkinchisi password, uchinchisi esa deylik, misol uchun oddiygina true deymiz. True belgisini qo'yib yuboramiz. Helpersda esa uni tutib olamiz. need id degan bitta o'zgaruvchiga tenglashtirib oldik. U true'ni va u bizda doim ham 3-parametr true'ni biz doim ham qaytarmaymiz. Qachonki login qilganimizda qaytaramiz xolos. Shuning uchun mana shu yerga boshlang'ich qiymat qo'yamiz. Buni false deymiz. Agar biz funksiyalarni gaplashgan paytimizda o'tganidek, agar bu 3-parametr ixtiyoriy bo'lsa, ya'ni 3-parametr ba'zida berilib, ba'zida berilmaydigan bo'lsa, funksiya chaqirilgan joyda buni boshlang'ich qiymatga tenglashtirib qo'yamiz degan edik. Biz ba'zi joylarda bu funksiyani chaqirgan paytimizda 3-parametr berishimiz mumkin, ba'zida bermasligimiz mumkin. Shuning uchun buni boshlang'ich qiymatda false ga tenglashtirib qo'ydim. Xo'p, endi mana bu yerda biz return qilayotgan paytimizda bu yerga boshqacha return qilamiz. Endi bu yerga if $need id deymiz. Need id tengmi deb o'tirishligimiz shart emas. O'zi bu shundoq ham true yoki false ga teng bo'ladi. Agar u yoqdan 3-parametr jo'natilgan bo'lsa, bu true ga aylanadi avtomatik tarzda. Agar jo'natilmagan bo'lsa, 3-parametr bu false ga teng bo'ladi. Xo'p, demak bu need id bu true ga yoki false ga teng bo'lishi mumkin. Xo'p, agar bu true ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu qator ishga tushadi va u yerda nima qilishimiz kerak? Va u yerda biz id raqamni qaytarishligimiz kerak bo'ladi. id raqam.
return deymiz, index qaytaramiz. Hop, topildini bunday ham tekshiramiz. Topildi agar true bo'ladigan bo'lsa, index qaytar deymiz. Agar topildi true ga teng bo'lmaydigan bo'lsa, nima qaytarardik? Success qaytararmidik yoki boshqa narsa qaytararmidik? Success nima qaytarardik? Esimdan chiqib qoldi. O'chirib tashlabman. Mana buni qaytarar ekanmiz, not found qaytarar ekanmiz. Hop, not found qaytarar ekanmiz. Agar need id false ga teng bo'lsa, bizga umuman id kerak emas bo'lsa, id so'ralmayotgan bo'lsa, mana buni qaytaramiz. Hop, need id return topildi. Agar id so'ralayotgan bo'lsa, bu funksiyani chaqirilishidan maqsad nima qilamiz? Hop, yaxshisi buni oldingi holatiga qaytaramizda. Umuman tegmaymiz bu yerga. Agar mabodo topildi agar mavjud bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qaysidir joyda foydalanuvchi topiladigan bo'lsa, uni nima qilamiz? Topiladigan bo'lsa, mana bu yerda topildi deydi-da, va biz mana bu yerda session ishga tushirganimizda sessionni mana shu joydayoq ichiga o'sha id ni qo'yib qo'ya qolamiz. Demak, bu yerda $session deymiz va uni ichiga yangi qiymat qo'shib qo'yamiz. Deylik, misol uchun id teng bo'ladi indexga. teng bo'ladi indeksga. Bo'ldi. Hop, endi esa loginga o'tamiz. Boshqatdan log out qilamiz. Hop, jo'natdik. Hop, tizimdan chiqdingiz dedi. Endi boshqatdan kiramiz. Loginga. Hop, buni boshqatdan jo'natamiz. Send. Tizimga muvaffaqiyatli kirdingiz. Hop, endi esa mana bu joyda biz tekshirib ko'rishligimiz kerak bo'ladi. Upload qilgan paytimizda mana shu joyga endi user id ga biz dollar session ichidan biz id ni olishligimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerga id demaymiz. Unga n deymiz. User id teng bo'ladi dollar session ichidagi id ga. Bu session ichidagi id nimaga teng? Bu o'sha foydalanuvchini indeks raqamiga teng.
ya'ni qayerdagi indeks raqamiga mana bu fayl ichidagi users.txt fayl ichidagi mana bu qatorlarga teng. Bu 0, bu 1, bu 2. Agar misol uchun biz hozir mana bu foydalanuvchidamiz, shuning uchun bu foydalanuvchida tartib raqami 1, bu 0, bu 1. Hop, demak, bizning sessionimizda hozir bir raqami chiqishlik kerak bo'ladi. Shuni hozir boshqatdan ma'lumot kiritib tekshirib ko'rsak ham bo'ladi. Hop, uploadga jo'natamiz. Shunaqangi javob keladi. Hop, postsga kiramiz. Ko'ryapsizlar, mana ma'lumotlarimizning endi user ID'si bor. Endi hozir men qolganlarni o'chirib turaman. Hozircha o'chirib turaman. Undan keyin tizimdan chiqaman. Logout qilib tizimdan chiqaman deb boshqa nom bilan kiraman. Hozir bizda user.txt ichida oqil bilan kiraman. Oqil Mail.ru parolni asada. Login oqil Mail.ru parolni asada. Hop, send. Tizimga muvaffaqiyatli kirdingizda endi bitta maqola jo'nataman. Hop, maqolamizni jo'natdim. Hop, endi post ichini ko'ramiz. Ko'ryapsizlar, endi mana user ID 2 ga teng. Hop, mana shunaqangi qilib har bitta ma'lumotlarni biz saqlanayotgan maqolalarni kimga tegishli ekanligini mana shunaqangi holatda belgilab ketsak bo'ladi. Hop. Endi keyingi qiladigan ishimiz bu mana shu maqolalarni ro'yxatini olishlikni ko'ramiz. Yana bitta request ochamiz. Mana shu requestimizdan foydalanib, yangi requestimizdan foydalanib maqolalarni ro'yxatini qaytarishlikni ko'ramiz. New request. Hop, get bo'ladi. Bu yerga get posts deylik. Postlarni olib kelish uchun so'rov. Hop, send bosdim. To'g'ri turdida, chunki bunaqangi bizda get post degan fayl yo'q. Endi ochamiz o'shani. Yangi fayl ochamiz. Get posts, buni ichida endi PHP deymiz. Va hop buni ichida PHP deymiz. Bundan keyin esa mana bu fayl ichidagi har bitta ma'lumotlarni o'qib olishligimiz kerak bo'ladi. Mana shunaqangi qilib o'qiymiz har bitta post ichidagi fayllarni. Hop, get posts ichiga kiramiz. Hop, bu yerda oldin bitta list deb turib bitta o'zgaruvchi ochib olamiz. Bu o'zgaruvchi bo'sh array ga teng bo'ladi. Mana shu array ichiga joylab ketamiz har bitta ma'lumotni, maqolani. Hop, endi biz bu yerda faylimizni chaqirishimiz kerak oldin. $file teng bo'ladi fopen posts.txt bo'ladi. Biz uni ichidan faqatgina o'qiymiz, xolos, ma'lumot kiritmaymiz. Hop, buni ichidagi har bitta qatorni olib chiqqanimizdan keyin parse deymiz, ya'ni arrayga aylantirib beradi u.
va ana shu arrayni biz nima qilishligimiz kerak? Index kerak emas bizga. Va ana shu arrayni biz qaytarishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Bu arrayni biz list ichiga joylashligimiz kerak bo'ladi. Ya'ni array push deymiz. Array ichiga kiritishimiz kerak. Hop, birinchisi array bo'ladi. Ya'ni list arrayimizni ichiga tashlab ketdim. Mana bu arrayimizni. Ya'ni bitta qatori olinadi. Bitta qator parseString funksiyamiz o'sha qatorni bizga mana bunaqangi belgilarga ko'ra ajratib berardi. Mana bu end belgisiga ko'ra ma'lumotlarni ajratib berardi. Ma'lumotlarni ajratib berib, kalit qiymat strukturasida array qilib berar edi. Xo'p, endi ana shu arrayni biz mana bu list ichiga tashlab ketamiz va ham bitta har bitta ma'lumotimizni arrayga tashlab bo'lgandan keyin esa return deymiz yoki bo'lmasam echo deymiz. Javob qaytarishimiz kerak. Echo deb, undan keyin mana bu listimizni qaytarishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi requestimizni boshqatdan jo'natamiz. Send warning array to string conversion. Hop, arrayga stringga qilinadigan muomalani siz arrayga qilyapsiz deyapti. Hop, stringga qilinadigan muomalani stringga ishlatilardi o'zi echo'ni. Mana bu array. Siz arrayni echo qila olmaysiz deyapti. Echo'ni faqat stringga qilinadi deyapti. Hop, endi bunaqa holatlarda biz backenddan turib frontendga ma'lumot jo'natayotgan paytimizda agar biz jo'natayotgan ma'lumot array yoki object bo'ladigan bo'lsa, uni JSON formatga o'girib olishligimiz kerak bo'ladi. JSON encode deymiz va uni ichiga mana bu listni tashlaymiz. JSON encode nima qilib beradi? Hozir ko'ramiz. Buni boshqatdan jo'natamiz. Ko'ryapsizlar, mana JSON encode'imiz berilayotgan ma'lumotni, ya'ni array yoki obyektni bizga stringga aylantirib beradi. Chunki ma'lumotlar backend bilan frontend o'rtasida almashilayotgan paytda obyekt va arraylar obyekt yoki arrayligicha jo'natib yuborilmaydi. Balki uni stringga o'girib keyin jo'natiladi. Shuning uchun biz mana bu yerda arrayni JSON encode dedik. Ya'ni JSONga o'girib keyin jo'natdik. JSON degani bu xuddi o'sha arrayni yoki bo'lmasam array yoki obyektni stringga o'girilganligini aytiladi. Misol uchun bizda mana bu yerda array bor. Arrayimiz ichida har xil ma'lumotlar bor deylik. Azam, Ikrom, hop, Bilol deylik. Bu hozir formati array. Ya'ni tipi array tipiga taalluqli bu hozir. Agar biz buni frontendga jo'natadigan bo'lsak, buni stringga o'girishimiz kerak. Mana shu stringga o'girilgan holatini JSON deb ataladi. Mana shu format JSON format deyiladi. JSON format. Ya'ni array yoki obyektni stringga o'girilganligini JSON deyiladi. Shunaqangi qilib biz listimizni, arrayimizni JSONga o'girib, JSON encode degan tayyor funksiya bor PHP'da. Ana shundan foydalanib arrayimizni stringga o'girib, ya'ni JSONga o'girib jo'natib yubordik. Ko'ryapsizlar, mana ma'lumotlar endi ko'rinib
turibdi. Xo'p, demak sizlar bilan bugungi ko'rmoqchi bo'lgan mavzularimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi mavzularimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.